qiyin hali darvoza ochishni hojati yo'q. Avtomat darvozalar zamon rivojlanyapti, zamonga qarab sizdan rivojlansangiz bo'ladi. Mahallada signal cholib to'palan qilishni hojati yo'q. Ishdan kelyapti, bir dona pulta ezasiz, o'zi avtomatik ochiladi. Narxlari nech pul deganlarga $85 dan $140 chiroyli holatda qilib berishyapti. Xo'p, endi aka nimaga qimmat, nimaga arzon deydiganlarga qanaqa sifatlari bor? Xo'p, alyuminligi bor mana. Arzonlari alyuminliklarni $90 dan qilib beramiz. Tanli temirlarni $90 dan $140 gacha qilib beramiz. Korpusi ham 2 xil 3 xillari bor, ha. Hop, uylarga o'rnatiladigan mana raspashnoy nimamiz bor. Darvoza. Ha. Ikkinchisi Rollstarning darvozamiz bor. Ishxonalarga mana yonga suriladigan nimamiz ham bor, motor nimamiz ham bor mana. Kattalashtirib olinganda. Hop, uchinchisi Rollstarning darvozamiz bor, to'rtinchisi seksionniy darvozamiz bor, beshinchisi raskladuvchi taxlit ochiladigan. Undan tashqari markiziylarimiz bor, pergolalarimiz bor. Penthouse-larga ham qilib beriladi. Endi agar sizni darvozangiz eski darvoza bo'ladigan bo'lsa, eski darvozalaringizga ham borib mexanizmning eng zo'rlaridan chiroyli holatda o'rnatib berishadi. Pastda nomerlar bor. To'liqroq ma'lumotni ustakalarimizdan olib o'tasizlar.